Chog'imizda iqtidorli, iste'dodli o'quvchilarimizning o'z mahoratlarini ko'rishingiz mumkin. Albatta, ishtiyoq mujassam. What's up, guys? Welcome to our amazing talent show today. Now, today we have prepared amazing performances, especially for you. Today is a special day because our talented friends are ready to showcase their skills in music, art, and dance. So please sit back and enjoy the show. I can't show off in a game, but competition o'ynaymiz. Ikki guruhga bo'linamiz va musobaqa kimni qaysarga balandroq eshitadi. Tashabadmi? Ha? Meni guruhim. O'ngdagi. Ko'rsatib qo'yamizmi? Sizlar chiqish kerak. Meni qanday duo qildingiz ona, alamlar qo'limdan qo'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz ona, tuproqni ushlasam aylanar sarga. G'animlar boshimga otgan toshlari yetib borgunicha aylanar qorga. Meni qanday duo qildingiz ona, kelib yurmasam ham ishim yurishar. Mening hayotimga kirmoq istashib, baxtlar eshigimda navbat kutishar. Meni qanday duo qildingiz ona, yaxshilar o'rada turdi tomonim. Avvallari biroz xudbinroq edim, endi sezilmaydi siqada yomonim. Meni qanday duo qildingiz ona, gullar ochiladi yurganim sari, bolam deb bir bora kulsangiz yana. Yorishib ketadi yuragim qari. Meni qanday duo qildingiz ona, omad ostonamni o'yib yubordi. Meni qanday duo qildingiz ona, alamlar qo'limdan qo'yib yubordi. Onalarimizni davomli Ko'chiringda be. Bugun men sizlarga Abdulla Oripovning ma'lum bo'lgan O'zbekiston qasidasini aytib bermoqchiman. Senga she'r bitdim bu kun. Qiyosingni topmadim aslo, shoirlar bor. O'z yurtin butun O'zbekiston. Vatanim keng Osiyoni. Bir zot chiqdi mag'rur davaga. Endi qo'linglarni qilinglar. Endi ko'rsatkich ma'lumot ko'rsatamiz. Yaxshi. Boshqalar 1-2-3 ga ko'rsatkich ma'lumot ko'rsatamiz. Boshqacha. Chimchaloq. Молодец.
Zerikib bo'lmayapsizlar. Endi mana boshlanyapti. Hurmatli o'quvchilar, chiqayotganda vaqt reglamentiga Şahzat dayanmış. Karısı çıkış aydan değil mi? Altı mı? Yaxshi ya. Bilmayman, chiqish kerak. Assalomu alaykum. Bizda o'ylan ko'rsatuvimizda sog'inch va intiqlik bilan kutayotgan donishmandlarimizdan biri Hazrat Alisher Navoiy bobomiz shunday deganlar. Bana yo'q. Nima deganlar? Mayli, ahamiyati yo'q. Shunday qilib o'ylan ko'rsatuvini biz boshladik. Assalomu alaykum azizlarim. Sog'misiz, salomatmisiz? Ana ko'rsatuv bilan zotni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun 2 nafar juftimizni baxtli qilamiz. Iloyim. Sizlar salom gapni ko'p qilmagan
holda kuyov bolamizni taklif qilamiz. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Yangiobod ko'chasi 401-uyda yashovchi Odiljon 55 yoshdalar. Qani marhamat, keling. Burada kuyucularını çıkarttık. Yaxshi keldingizmi? Obina Batarek kuyov bolani. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshi, bola-chaqa yaxshi. Maktabga, bog'chaga borishyapti, besh baho olishyapti. Mayli, yaxshi, rahmat. Obina Batarek kuyov bolani. Qanday? Kelishgan chiroyli kuyov bolamiz. Endi oldindan aytmaysizmi bu kuyov bolamisiz? Endi mayli, bu kuyov bolamizga bir kelinlarni ko'rsataylik. Birinchi kelinimizni chaqiramiz. Toshkent shahridan Gulzodaxon 25 yoshdalar. Qani keling. Uzr. Gulzoda qiz. Gulya xonim. Xo'p, mayli. O'zingizni tanishtiring. Men Gulya. Xo'p, Gulya, nima ish qilasiz? Ikkita villam bor, ikkita uyim bor, 9 ta maksim bor. Do'stim Rolls-Royce'im bor. Rolls-Royce nima bu? Rolls-Royce fabrika ko'z. Mayli. Yana nimalar ish qilasiz? Sizga qanday yigitlaringiz yoqadi? Shu haqida gapiring-chi. Men xohlaydigan inson kir yuvadigan va sigir yeydigan, ikkilarni tozalikka bilan baravar. Mayli. Uni buni qo'ying. Qani kuyov bola gapiring, sizga keling bo'lsangiz. Toza men bo'lgan. Keyingi sonlarda xotin topsak bo'lmaydi. To'xtang. Men siz tomondan ikkita uyim bor dedi, ha? Bor. Ikkita villam bor dedi, ha? Bor. Ikkita mashinam bor dedi siz. Bor. iPhone 19 Pro Max bor dedi. Endi yo'q. Unaqa soch. Yana nimangiz bor? Villam bor. Kuyov bola aytmayaptimi? Ikkinchisini ham chaqiraylik, xulosa qilamizmi? Qarang, to'xtang. Agar mana bu bolasi borini olsangiz, sizga ikkita non pishirgich berdim. Mayli. Gulzodaxon qanchasidan keling? Gulya. Uzr, Gulyaxon. Keling. Voy Kamron jim o'tir. Endi gapiringizdan xulosa chiqaringizlar. To'xtanglar. Biz hech qayerga ketmayapmiz. Boya gapimning tarbiya kuchida-da. Shu keyingi songa topmak uchun gapirdi. Bizga farqi yo'q. Sizda yor bo'lsa bo'ldi. Muhimi yoshlarning baxtli bo'lishi. Bizga umuman farqi yo'q. To'g'risini aytadigan bo'lsam, biz qishloqdan televideniyega chiqamiz deb keldik. Kamera, kamera. Qaysi kameraga Ey, gapirish Shegomat, mana chiqdingiz bu yerga. olmaydi degandiga mana televizordamiz. Qo'llarni olib qo'ymagan. Tavba, hali sizlar uylanish niyatlaringiz yo'qmi? Shuncha ikkita gullar qizni baxtini etdi. Var hayat bu yerda.
Endi muxlislarga marta jo'natamiz. Yeah, fruit. Made of Milk. milk and it's milk and is the sugar in? No. Oh, it doesn't have a taste then if no sugar. Yeah, maybe a bit sugar. Did you put sugar? No. It's sour. It's sour. Yeah, a bit sour. It's really tasty. Is it delicious? Is it delicious? Did you like it? Ortaca. Medium. Wait for me to finish. Is it edible? Is it good? Yeah. Oh. It's like feta cheese. Yeah, feta cheese. It tastes like feta cheese. Do you know feta cheese? The type of cheese. It's that sour cheese with white. It's white in color. Yeah, it tastes like one. It's made from milk and milk product. And then who made this? Half. You don't know? Perival değil ha, perival. You bought? Yeah, we bought. I bought it. Oh, I thought you made it yourself. Yeah. So actually we have a step. First we will have milk and then like katık. We will make it and then we will make it something called suzma and then we will make Yes. Okay. And like this.
You like this? No, yeah, it's nice. It's tastes like feta cheese. Like I like feta cheese too. Yeah, then the video. Yeah, thank you. Sovg'ini intizor kutib turganda onangga qo'ng'iroq qildingmi? Har zum xavotirda soatga qarab. Har kun libosidan olmaylik so'rab. Gohida dilxona sog'insa yig'lab, onangga qo'ng'iroq qildingmi? O'zing uchun yelib baxtingni topding. Do'stu oshnolarga vaqtingni topding. Shu kunlarga yetib qadringni topding. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Nogahon bolangga bir ozor bersa. Ko'zingga dunyo dor kuning bo'lar tun. Seni deb tunlari ziyoram o'tsa, onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Onasi qololmay darddan tuqqanib, mozorga borarlar gullar ko'tarib, mehrga zor bo'lib qolib tiqarib. Onangga qo'ng'iroq qildingmi bugun? Mana shu kunlarda bir o'ylab ko'rgin. O'zing uchun olding qancha zo'r kiyim. Aytgin onang uchun ne qilding do'stim? Bir marta qo'ng'iroq qildingmi bugun?